Bugun tajribam zo'r bo'ladi degan umiddaman. Tak, kirishdik, hozir men narsani olib kelaychi. Mana boyagi zakaz qilgan narsamni ham topib oldim. Endi buni bu yerga joylashtiramiz. Voy, nima bo'lyapti? Yo'q, nima bo'lyapti? Yordam beringlar. Quyosh nuri buncha ko'zimga tushmasa. Soat ham 7 bo'libdi. Lekin negadir budilnik chalmadi. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Mening ismim Keraxon va mening yangi videomga xush kelibsizlar. Qani radioni yo'qaychi nima yangiliklar ekan? Bugun 13-qishloqda 16:52 da 4-uyda bitta olim tomonidan kasallangan maxluqlar paydo bo'ldi va portlash yuzaga keldi. Ehtiyot bo'linglar va iloji bo'lsa uyingizdan tashqariga chiqmanglar. Voy, bu rostmi ekan? Men buni tekshirishim kerak. Ishonish qiyin. Hozir men agarotimni tozalab, borib ko'rib kelishim kerak. Ko'chaga chiqmasimdan oldin maxluqlar yo'qmi ekan shuni tekshirishim kerak. Hozir ketmonimni olib, agarodni tozalashni boshlayman. Uyimning kaliti va menga kerakli narsalar bor bu yerda. Endi tashqariga chiqib, agarodimni tozalashni boshlayman. Nihoyat agarotimni ham tozalab bo'ldim. Pochta qutisi ichida bir nimalar bormikan? Yo'q, hech nima yo'q. Endi ketmoni va sabzavotlarni qo'yib, portlab ketgan joyga borib kelishim kerak. Ketmonimni ham qo'yib olganim yaxshi. Endi portlagan joyga borib kelamiz. O'zi u yer qanday portlab ketgan ekan? Qani ko'rib kelamiz. Menimcha u qishloqining uyi shu tarafda edi. Oy, ana o'zi ko'rindi. Uyning yarmi ham yo'qolib ketgan. Ajabo, shunchalik portlab ketibdimi? Maxluqlar o'zi qanday paydo bo'libdi? Men merning yoniga bormasam bo'lmaydi. Kim bu? Kiravering. Salom janob mer, salom politsiyachi. Mer, ana u joyga nima bo'ldi? O'zi qanday sodir bo'ldi u hodisa? Radioda aytishmadimi? Kechga qanaqadir maxluqlar paydo bo'ladi emish. Endi sen ana u maxluqlarni o'ldirishing kerak. Nima, bir o'zimmi? Yordamchi yo'qmi? Uzr, boshqa harbiylar shaharga ketgan ekan. Bu politsiyachi ham shahardan keldi. Ha, bo'pti, mayli mer. Omad tilayman, senga ishonaman, xayr. Bo'pti, xayr. Mana obunachilar, endi men o'sha moblarni o'ldirishim kerak bo'ladi. Sizlar buning uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak, chunki biz tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Hozir meni ko'rib sizlar hayron qolasizlar. Prosta gap bo'lishi mumkin emas mening avtomatlarimga. Bosh kiyimimni ham olib, endi boshimga kiyib olaman buni. Ha, obunachilar, o'ylagan bo'lsangizlar, men harbiy qizman. Qalay yarashib turibdimi va mening yangi skinimga ham baho berishni unutmanglar. Endi kech tushishini kutishimiz kerak. Obunachilar, endi men tayyorgarlik ko'rishim kerak. Hozir men bitta uyning tomiga chiqib o'tirishim kerak. Mana obunachilar, men tomga ham chiqib oldim. Endi maxluqlarni ko'rib olib, tanib, ularni otib o'ldirishni boshlayman. Endi boshqa maxluqlar ham yonimga kelishni boshlaydi, chunki o'q ovozini eshitdilar. Oppa, bitta kil tayyor. Ikkinchi kil ham tayyor. Endi boshqa maxluqlarni otib o'ldirishim kerak. Menimcha hamma uyida qo'rqib o'tirgandir. Nega o'qlarimning hech biri tegmayapti? Axir bu nohaqlik. Endi pastga tushib boshqa maxluqlarni ham o'ldirishim kerak. Oppana, ay oyog'im. Ozgina og'ridi.
Maxluqlarning yarmi o'ldi. Endi tezroq uyga borib ovqat yeyishim kerak. Boyagi огородdan qolgan kartoshka va sabzini yeb olaman. Kartoshkani pishirib o'tirishga vaqt yo'q. Tezroq yeyishim kerak va maxluqlarni tezroq yo'q qilishim kerak. Endi boshqa avtomatimni olish vaqti keldi. Oppana, men yaxshi ko'rgan avtomat. M4 avtomati. Endi chiqib tezroq moblarni o'ldirishim kerak. Uy, nima edi bu? Uy. Yuragim otilib ketmoqchi edi. Uy. Kartoshka yuvib olay. Eshikni tagida ham turadimi? Voy, men qo'rqmasligim kerak. Harbiyman-ku. Mayli, na iloj, endi oynamni sindirib bolaman. Tezroq bloklarni qo'yib tepaga chiqib olishim kerak. Oppa, darrov shunchalik maxluqlar keldi. Shuncha mehnat qilyapmiz. Albatta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Menga o'qlar yetishmayapti. Bitta like, bitta o'q. Shuning uchun like bosinglar. Lekin juda ham charchadim. Boshim ham og'rib boshladi. Voy! Boshim og'rigani sababli men maxluqlar yoniga tushib qoldim. Men tez uyimga borishim kerak. Bo'lmasa ular meni o'ldirib qo'yishi mumkin. Endi men tirik qolamanmi yoki yo'q?